Hammaga salom, kanalimga xush kelibsiz. Navbatdagi videoga. Bu videoda juda ham ajoyib bir mavzuda gaplashamiz. Asosan bu videoda bozor nima, ya'ni hozirgi paytda ko'ramiz, trading juda ham O'zbekistonda rivojlanyapti, juda yaxshi e'tibor qaratilyapti bunga ham. Lekin ko'ramizki, mana yangi kirganlarda va даже opitniy traderlarda ham juda katta xato paydo bo'lyapti. Ya'ni bozorni shunchaki mana bu svecha yoki qandaydir grafik indikator yoki boshqa instrumentlardan iborat deb o'ylashyapti. Bugun mana shu savolga o'ylaymanki videoda javob topishga harakat qilamiz. Albatta bu ma'lumotlar internetda yo'q, sababi juda ko'p holatda bu videoda ko'rsatilgan narsalar, ya'ni o'zimiz izlanishlar ortidan aniqlangan narsalar. Albatta ko'rsatadi, o'zingizni ham ishonch hosil qilasizlar. Bu videoni yozishdan oldin o'zi albatta ancha o'yladim, sababi kerakmi, kerak emasmi vaqtda. Lekin o'yladimki, ko'pchilikka foydasi tegsa kerak, sababi albatta juda ko'pchilikka og'ir ta'sir qilishi ham mumkin. Sababi men o'zimda ham mana shunday muammo bo'lgan. Sababi mana bu 4 yil, 5 yillab tradingda bu pattern, strategiya, boshqa narsalarni o'rganib kelganingizda bugungi videoda ko'rsatadigan ma'lumot bilan ishlasangiz umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi va psixologik tomondan juda qattiq ta'sir qilishi mumkin traderga. Nimaga? Sababi o'zingiz bilasizlar, osonlikcha o'rganilmaydi. Tradingda o'qish qiyin bo'ladi juda, ya'ni uyqulardan kechishga to'g'ri keladi, juda ko'p mehnat qilishga to'g'ri keladi, juda ko'p informatsiyalarni обработка qilish, ularni bilamiz hozir massa ma'lumot bilan bir degan qimmat mosur ma'lumotni internetda ko'p, ya'ni ichidan foydali sizga imенно kerak bo'ladigan tradingdagi ma'lumot topish bu juda qiyin. Albatta bu narsani juda yaxshi tushunaman. Va bu narsani yillab, masalan 2 yil, 3 yil, 5 yil o'rganganingizda bugungi ko'rsatadigan ma'lumot qo'lingizga tushib qolganda bu juda katta ta'sir qiladi. Sababi o'zimda ham mana shunday bo'lgan. Ozgina depressiya deydi, mana shunday narsa bo'ladi. Nimaga? Chunki siz ishonasiz, mana bu pattern, strategiya, qandaydir liniyalar, boshqa narsaga ishonasizda, albatta o'sha ertaga bularni o'rgansam pul ishlayman, ya'ni mana bularni o'rgansam qanaqadir katta foyda qilaman deb o'ylaysiz. Mana bu oxiriga kelganda esa bular bir tenga qimmat narsaligini tushunib yetasiz. Albatta bu yerda ikkita yo'l qoladi traderda: liba tradingni tugatish va mag'lub bo'lganini tan olib treningdan chiqib ketish, yoki уже dальше boshqatdan tradingni boshqacha qarash bilan boshlash desa ham bo'ladi. Nimaga? Sababi trading juda ko'pchilik o'ylaydi, masalan bizda ham ko'raman, imенно taxminlarga asoslangan analiz qilinadi va bu juda ko'p holatda kapitalni yo'qotishga olib keladi, oddiy qilganda. Oddiy mana bu rasm holatda ko'rishimiz ham mumkin, ya'ni yondan qaraganingizda albatta to'g'richak, to'g'ri, oldidan qaraganingizda yumaloq, oddiy misol, bu ham to'g'ri. Bugun bu videoda siz bilan biz imенно mana bu soyasiga emas, imенно mana bu silindrning o'ziga qarashga harakat qilib ko'ramiz. Albatta qanaqadir kamchilik bo'lishi mumkin bo'ldi. Buning uchun oldindan uzr so'rayman, sababi o'zi hozirda sal girib bor, shuning uchun ovozim ham yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu ma'lumotlar bilan asosan men 2017, 2019, 2020-yillarda ishlaganman. Undan keyin уже ishlatmay qo'yganman, sababi уже menga kerak emas deb o'ylayman. Ana shu paytda izlanishlar olib borilgan. Ya'ni tradingda nimasi qiziq, universal soha hisoblanadi. Siz qanday niyat bilan kirib kelsangiz tradingga, imенно ana shunday holatda sizni kutib oladi. Nima demoqchiman? Masalan, tradingga siz azart bilan kirib kelsangiz, u sizga albatta azart bo'ladi. Tradingni kasb holatda qabul qilsangiz, sizga kasb, hobbi holatda qabul qilsangiz, albatta hobbi, qimor holatda qabul qilsangiz, sizga qimor bo'ladi. Biznes holatda qabul qilsangiz, sizga biznes bo'la oladi. Shuning uchun universal soha hisoblanadi. Ikkinchi tomondan albatta qiyin ham.
Aytganimdek, bugun iminni soyani emas, iminni silindrni o'zi bilan birgalikda analiz qilib ko'ramiz. O'ylaymanki, juda ko'pchilikka yoqsa kerak, juda ko'pchilikka balki og'ir ta'sir qilishi ham mumkin. Sababi bu video ochiq haqiqat, lekin bu yerga hech qanaqa to'qib chiqazilgan boshqa narsa yo'q. Borini aytaman, albatta ko'rasizlar, bahoni o'zingizlar berasizlar bemalol. Sababi aytgandek, bu ma'lumot mana bu 4-5 yillab, balki 10 yillab internetda ko'ramiz. Masalan, treyderlar, O'zbekistondagi treyderlar, chetdagi mana bunday pattern, qayta takrorlanuvchanlik shularga o'rgangan insonga juda qattiq ta'sir qilishi mumkin. Nimaga? Sababi bu yerda bunday narsa yo'q. Действительно bunday narsa yo'q. Ya'ni bu yerda umuman trading boshqacha ko'z bilan qarashi to'g'ri keladi. Ya'ni trading nima o'zi? Deganda oddiy qilib aytganda bu faqat grafik emas. Juda ko'p dan iborat juda katta masshtabli proyekt desa ham bo'laveradi. Ya'ni instrument, juda katta instrument. Albatta bu yerda biz oddiy qilib aytganda zarracha xolosmiz. Demak, buni yopsak ham bo'ladi. Keling, o'zasi bozor nima? Oddiy qilib aytganda bilamizki, bozor hamada klassik bu analiz, bu albatta texnik analiz hisoblanadi. Ya'ni bu switchlardan iborat analiz hisoblanadi. Eng oddiy va eng sodda analiz hisoblanadi. Qancha fundamental analizga o'tganingiz sari shuncha qiyinlashib boradi. Albatta, ana shunga yarasha sizda faktlar bilan ishlash, anaqasi ham taxminiy, ya'ni faktlar bilan ishlash, analiz qilish instrumentlar ham ko'payib boradi. Albatta, qancha chuqurroq gapirsangiz, shuncha ko'proq ma'lumot o'rganasiz. Ikkinchi slayd ko'ramiz, screenshot desa ham bo'ladi. Ya'ni bozor nimalardan iborat? Bozor bu grafikdan iborat emas. Buni уже fundamental analizga o'tganlar juda yaxshi biladi. Ko'ramizki, har xil bozordan ma'lumot olish turlari bor. Ya'ni real bozorda level 1, level 2 va boshqa analiz, ya'ni bozordan kelayotgan daniylarni analiz qilish turi bor. Ko'pincha treyderlar mana shunday deb nomlanadi, lekin o'zasi umuman boshqacha. Ya'ni birjani tilida boshqacha, treyderlarning tilida boshqacha, oddiy qilib aytganda. Ko'rishimiz mumkin. Bu hammasi искусственный intellektdan olingan, ChatGPT dan olingan, oddiy qilib aytganda. Ya'ni level 1 va level 2 ni taqqoslash usuli. Level 1 da ko'ramiz, narx bor. Bu ya'ni switchning analiz. Volum ham bo'ladi, ba'zida bilsanglar, narxning tagidagi. Lekin ko'ramiz, orderlar yo'q bu yerda, likvidlar devori yo'q. Ya'ni unda bookmapda ko'rsatganday, scalping, buni tushunmadim. Professional treyderlar buni ham albatta tushunmadim. Imini nima uchun yozganini. Level 2 da ko'rishimiz mumkin, hammasi bor. Ya'ni сделка, switchning analiz, volum, likvidlar, hammasi bor bu yerda. Keyingi rasmga o'tamiz. Men unga savol berdim. Level 3 haqida biror bir xabarga egamisan? Ya'ni o'zasi level 3 deyilmaydi. Full order log deb ataladi. Ya'ni iminni birjani protsessorini ichida bo'layotgan jarayonni full order log deb ataladi. Bu yerda level 3 deb yozdim, sababi full order log deganim bilan umuman ChatGPT tushunmadi. Ko'rishimiz mumkin, menga mana shunday ma'lumot beradi. Level 1 bozorni ko'rish, level 2 bozorning ichini ko'rish, level 3 bozorga bevosita aralashish. Endi tushunmadim, imindan nima nazarda tutgan ChatGPT. Level 3 dan nimalar bo'lishi mumkin? O'z limitini aniq joyga qo'yish, order millisekundda o'zgartirish, bekor qilish, order qo'yish va navbatni to'liq boshqarish, market makerlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash. Full order logda market makerlar bilan to'g'ridan-to'g'ri
ishlash emas, ya'ni analiz qilishingiz mumkin. Pozitsiyalarni qanday o'zgartiryapti, qayerga, qanday portfelni boshqaryapti, hammasini ko'rsa bo'ladi. Likvidni yaratish bu albatta xato, ya'ni likvidni oddiy terminaldan ham qo'ysangiz bo'laveradi. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda endi keyingi savolga berib, level 1, level 2, level 3 kimlar ishlatadi? Level 2 ni retail traderlar, level 1 retail traderlar deyapti, ya'ni javobda level 2 order book professional traderlar, ya'ni fundamental analiz qiladigan traderlar ishlatadi. Asosan level 2 degani mana bookmapda ko'rayotgan zonalarimiz yoki atasida imni mana bu likvidlarni ko'rsatadi yoki ninja traderda imni ana shu level 2 hisoblanadi. Ya'ni polniy kartani ko'rsatib beradi. Qayerda qancha limit turibdi, qanday o'zgartiryapti, hammasini ko'rsatsa bo'ladi. Level 3 order nazorati, market maker, HFT va bank. Bankni bilmadim, bunday ma'lumotga hozir bunday ma'lumotlar haqida hozircha informatsiyaga ega emasman. Imini banklar qanday ishlatish haqida. Lekin market maker va HFT algoritmlarni juda yaxshi ishlatadi level 3. Va asosan shu yerda harakat qiladi desa ham bo'ladi. Endi savol, keyingi savolga albatta javobini ko'rishimiz mumkin. Nega odatiy traderlar level 3 da yo'q? Juda katta kapital talab qilinadi. Unda juda katta kapital talab qilinmaydi, lekin juda katta to'lov talab qilinadi. Ya'ni siz bevosita birjani o'zidan olganingiz uchun juda katta to'lov to'lashingiz to'g'ri keladi. Muammo bitta bunda emas, uni katta to'lov qilishingizda ham emas-ku, u ma'lumotni qanday qilib ishlash, ya'ni u ma'lumotni qanday qilib ishlashda ham juda katta muammo bor. Sababi millionlab zapsi bo'ladi, bu yerda prosta insonni miyasi yorilib ketadigan darajada bo'ladi, oddiy qilib aytganda. Birja bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma. Birja bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilasiz. O'sha buni olish uchun sababi boshqachasiga imенно full order blockdan olish iloji yo'q. Hozirgi paytdagi mana bu ma'lumot beruvchilar sizga full order blockga dostуп bermaydi. Ultra fast latency server birja bu aniq, sababi asosan HFT algoritmlar bu yerda ishlaydi. Ularga tezlik eng birinchi o'rinda turadi. Hozirgi paytda bozorda bu pozitsiyani, ya'ni umuman biznes hozirgi paytdagi katta kapital bor, imенно hedge fondlar, boshqa fondlar hammasi imенно tezlik bo'yicha kurashadi. Qandaydir punktlar bo'yicha emas, oddiy juda katta risk. Endi buni albatta tushunmadim, qonuniy cheklovlar, bu albatta aniq. Endi keling, o'zasi вообще-то level 3 nima degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Level 3 bu ko'rishimiz mumkin. Aslida bookmap ishlatamiz. Chalamni juda ko'p. Bu level 2 hisoblanadi. Ya'ni likvidlarni qayerda o'zgarishi, hammasini ko'rsatishi bu level 2 hisoblanadi. Level 1 oddiy qilib aytganda mana bu stakan desak ham bo'ladi. Просто stakan и grafik. Ya'ni level 1 именно mana bu свечный анализ. Volum bilan. Ya'ni volum pastdagi volum bilamiz, hammada bor. Ya'ni mana bu aytgandek bu stakan, oddiy qilib aytgan lenta stakan, imенно lentani oladigan bo'lsak, imенно level 1 deb ataladi. Lenta va stakanni qo'shganimizda albatta level 2 bo'lib chiqadi. Ya'ni full limitlarni ko'rsatib bersa, bu уже level 2 hisoblanadi. Keyin ozgina imенно primerni mana bu anaqani ko'rishga harakat qilib ko'raman. Ya'ni sizlarga tushuntirishga harakat qilib qo'yaman, qanday ishlaydi bozor вообще-то.
ko'ramiz, bu sentralniy protsessor hisoblanadi. Hozir screenshot qilaylik-da. İşte bu tushunarliroq bo'lishi uchun Telegram kanalimda sentralniy protsessor hisoblanadi. Bu yerda imенно dunyodan borgan hamma zaryadkalar обработка bo'ladi, oddiy qilib aytganda. Ya'ni hamma сделкаlar bu yerda обработка bo'ladi. Imенно trade, ya'ni savdo mana shu yerda bo'lib o'tadi. Lekin bu yerga promoy ulanishi iloji yo'q. Chunki bu yerga kristalning обязательно har bitta order maxsus shluzdan proverkadan o'tadi. Tushunyapsiz? Bu yerga faqat ma'lum bir ishtirokchilarga dostуп bor. Bulardan eng birinchisi market maker, ikkinchisi ko'rishimiz mumkin, bu imенно mana bu HFT algoritmlarga ega kuchli hech qanday desak ham bo'ladi. Ya'ni institutsional treyderlar ko'rishi mumkin. Bu shluzga ko'rishimiz mumkin. Maklerov ulangan. Bu ham birjani bevosita ishtirokchilar hisoblanadi. Endi ko'rishimiz mumkin, bu yerdan danni sotib olinadi. Masalan, mana bu yerda uje ko'rishimiz mumkin, mana bu Ritmik, CKG, boshqa datafitlar, ya'ni firmalar bor. Alohida imенно ishlaydigan birjani dannilarini sotadi. Real bozorda har bitta danni pul turadi. Masalan, oddiy sweshnoy analizga ham pul to'lashingizga to'g'ri keladi. U qanchalik chuqurlashib ketsa, ya'ni professionallashib, level 1 masalan 10-15 dollar bo'lsa, oddiy masalan sweshnoy analiz 5 dollar, 10 dollar bo'lsa, level 1 15-20 dollar, 30 dollar bo'ladi. Level 2 uje 70-80 dollarga qarab ketadi. Qancha ma'lumot chuqurlashsa, ya'ni analiz qilishingiz chuqurroq bo'lsa, birjaning ichidagi shuncha to'lov kattalashib ketadi. Bu narsani tushunish. Bu yerdan albatta ko'rishimiz mumkin, uje yana shluzga tekshiruvchi shluz. Bu основной brokerlar. Bu yerda uje brokerlar. Ya'ni brokerlarning o'zining data feedi oddiy qilib aytganda. Va bu yerdan albatta endi uje treyderlar sotib oladi. Oddiy qilib aytganda. Bu uje primerna ana shunday ishlaydi. Hozir yanada tushunarliroq qilib tushuntiraman. O'zimiz tilda aytganda, dehqonchasiga. Qarang. Bu yerda masalan bozor protsessori, bozorning protsessori, ya'ni сделка bo'ladigan joy. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin, chiqqanda shluz bo'ladi, ya'ni как положено orderlarni tekshirib o'tkazadigan. Ya'ni mana bu ichkariga orderlar tekshiruvsiz kirgizilmaydi, oddiy qilib aytganda. Bu yerda shluz bo'ladi. Masalan, shluz bo'ladi. Bu yerdan bu shluzdan har xil podключение bo'ladi, ya'ni ulanish turi bo'ladi. 2 xil, 3 xil, 4 xil, 5 xil, 10 xil ham bo'lishi mumkin. Tushunyapsiz? Bu shluzga основной либо brokerlar ulanadi. Broker yoki imенно поставщик, ma'lumot sotuvchilar, masalan, bularga Ritmik kiradi yoki CKG. Endi har xil, korchi bu firmalar ham tiqilib yotibdi, masalan, Ritmik, CKG boshqa tiqilib yotibdi. Qarang, endi bu shluzga yana ikkita ishtirokchini
ikkita ishtirokchi bo'ladi, asosan ulanadi. Bevosita. Birinchisi bu albatta market makerlar. Eng qizig'i market makerlarda ikki tomonlama do'st bo'ladi. Ya'ni ular ham shluzga bevosita ulangan bo'ladi, ham bozor protsessoriga. Va eng yaqin joyda ham market maker o'tiradi. Masalan, biz paytda emlanish paytida izlanish olib borganimda aniqlaganmanki, bozorda eng yaqin ishtirokchi, ya'ni protsessorga yaqin ishtirokchi bu market makerlar hisoblanadi. Sababi ular bozorni doim qulashdan yoki riskga qandaydir o'zgarishdan asrab turish kerak. Ularning vazifasi imni mana shu. Ya'ni birja bilan dogovorda imni ana shu narsani o'z bo'ynilariga olishadi, oddiy qilib aytganda. Shuning uchun ham market makerlarni ko'pincha eshitamiz mana bu Google Tradingda, ya'ni birjani yaratuvchilar deb. O'zi unday emas, u oddiy birjaning ishchilari. Endi bu shluzga yana ikkinchi ishtirokchi ulanishi mumkin. Asosan ulanadi desak ham bo'ladi. Bu hedge fondlar, oddiy qilib aytganda. Hedge fondlar juda katta kapitalga ega. Katta traderlar desak ham bo'ladi. Ya'ni juda katta kapitalga ega trader hedge fondlar ham ulanadi. Shuningdek bevosita. Ana endi bu yerdan brokerdan yoki pasarchik ma'lumotlardan uje bizni bevosita terminallarimizga kelib tushadi. Ya'ni oddiy traderlar masalan terminallar qanday terminal bo'lishi mumkin? Qat'asi bo'lishi mumkin. Qanaydir Bookmap, NinjaTrader, Synchroxbin, boshqa liboyi bo'lishi mumkin. Tiger Trade masalan, Tiger Trade'lar bor. Yo bo'lmasam QSCAP oddiy qilib aytganda. Bular imminni mana shu yerdan ulanishni boshlaydi. Shu esa qanchalik bizga kelguncha bu ma'lumot qanchalik eng yomoni, qarang, analizda aniqlaganim, bu ma'lumot har bitta mana bu protsessdan o'tganda soddalashib keladi. Qanday tushuntirsam? Masalan, qarang. Qarang, bozorni ma'lumoti. Endi qarab turing. Bozorni protsessorda bo'layotgan jarayon umuman boshqacha bo'ladi. Hozir uni ko'rib chiqamiz, o'zingiz ko'rasiz o'z ko'zingiz bilan. Bu yoqqa shluzga o'tgandan keyin, ya'ni bu shluzga har xil holatda ulanish mumkin. Masalan, birinchi holat birinchi ma'lumot olish usuli, ikkinchi ma'lumot olish usuli, ya'ni uchinchi ma'lumot olish usuli. Birja bir necha xil tarzda ulanish usulini mana bu provayder yoki brokerlarga beradi. Nima sababdan? Sababi mana bu yerdagi protsessni, bo'yapgan protsessni osonlikcha обработка qilish nereal. Million mana bu holat bo'lgani uchun juda katta infrastruktura deydi, mana shu narsa kerak. Demak, nima qiladi? Bizni brokerlar oddiy qilib aytganda aytadi, menga buncha ma'lumot og'irlik qiladi. Ya'ni broker buncha ma'lumotni обработка qilib, mana bu terminalni yoki traderga yetkazib bera olmaydi. Ya'ni buni prosta menda imkoniyat yo'q. U aytadi, menga mana bu ma'lumot desak, ya'ni bizga keladigan mana bu ikkita harf kerak emas deydi. Men mana shunday podключениeni olish olaman. Sababi mendagi infrastruktura bu narsaga dosh bermaydi.
bunga подключение berib, ana shunday dostуп beriladi. Endi broker yoki mana bu ulanish usuli bizga kelganda qarang, terminalga yana bir marta agregatsiyaga duch keladi. Ya'ni agregatsiya nima? Bu qaysidir ma'lumotni sizga kelguncha qaysidir qismini kesib olib tashlash, oddiy qilib aytganda, ko'chatilib aytganda, dehqoncha sen. Demak, nima qiladi? Terminal aytadi, men buncha ma'lumotni обработка qilishga tayyor emasman deydi. Tushunyapsizmi? Ma'lumot ko'p. Prosta meni platformam yoki meni hozirgi paytdagi platformamda joylashgan narsalar buncha narsani обработка qilib treyderga ko'rsata olmaydi. Fizически невозможно deydi. Nima deydi? Bu yerdan brokerdan yana agregatsiya qilishini so'radi, ya'ni qisqartirish. Uje broker yana agregatsiya qiladi, ya'ni kelyapgan ma'lumot. Tushunyapsiz? Biz endi bu yerda qarang, treyderlar bu narsani oddiy qilib aytganda yana agregatsiyaga duch kelamiz. Masalan, level 1 ishlatsak, masalan, level 1 ishlatsak, uje mana buni yarim uje agregatsiya bo'lib ketyapti. Ya'ni bizga mana bu ozginagina ma'lumot kelyapti. Oddiy qilib aytganda, mana bu grafik, свечной grafik yoki barlimi yoki qanaqadir qizil liniyami, imенно mana shu ma'lumot bizga yetib kelyapti. Tushunyapsizmi? Mana bu bozordan bizga kelguncha bu ma'lumot 7-8 marta qisqartirishga duch kelyapti. Albatta buni sababini ham ko'rasizlar, hozir ko'rsataman. Nima sababdanligini. Va albatta bu yerdan ana shunga yarasha rezultat. Analizda mana shunday narsani aniqlagan. Ya'ni bu albatta bunga juda ko'p bo'ldi, aytganimda 2017, 2019, 2020. Lekin mana shunday. Ya'ni birjadan bizdaqa oddiy treyderlarga yetib kelguncha minimum 6-7 marta ma'lumotlar o'zgaradi. Nimaga? Sababi ma'lumot juda katta bo'lgani uchun uni prosta mana bu brokerlar yoki поставщик данный beruvchi, masalan, ritmik, skiju boshqalar обработка qila olmaydi. Undan keyin terminalga kelib tushganda terminal aytadi, buncha ma'lumotni men обработка qila olmayman. Shuning uchun uje menga oddiyroq ma'lumot kerak. Ya'ni prosta narxni ochilishi, yopilishi kerak yoki сделкаning o'zi kerak. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak. Nimaga? Sababi platformam prosta ko'tarmaydi bu narsani. Albatta mana shunday qisqartirish agregatsiya bo'lgandan keyin albatta rezultat ham imенно mana shunday bo'ladi. Statistikani ko'rib tursangiz, hozirgi paytda necha foiz? 90%, 90-95%. Albatta bizga kelgungacha 90-95% informatsiya yo'q bo'lib ketgandan keyin ana shunga yarasha analiz ham imенно. Ya'ni biz 90-95% narsani ko'rmaymiz. Albatta ko'rmaganimizdan keyin xatoyimiz ham imенно mana shunday holatda bo'ladi. Afsuski bu haqiqat hozirgi paytda. Yetirasizlar. Tushundingmi? Ya'ni Bookmap ishlatuvchilar juda yaxshi biladi platforma riski diviziyani qandaydir volatilность kuchayib ketsa qotish boshlaydi. Chunki ma'lumot ko'p, uje platforma qiynalishni boshlaydi. Kompyuterdan juda katta resurs talab qilish boshlaydi. Men asalboy imni Bookmap bilan Ninja Trader ishlataman, ko'pchilik ko'rgan. Albatta nimaligini ham hozir ko'rishadi. Albatta asalboy lentani analiz qilaman. Hozirgi paytda ko'ramizki, mana bu Atas, Tiger Trade yoki boshqa platformalarda mana bunday ko'klik shochkalar bilan tumalol 3 burchak, 4 burchak qilib ko'rsatishi juda yoqtirishadi. Ya'ni krupniy print сделкада bo'lsa, imенно ana shunday narsalarni ajratib ko'rsatishga, ya'ni o'ziga jalb qilish uchun qilyapti. Lekin ko'pchilik tushunmaydi, o'zasi nima bu, qanday bo'lgan imенно. Bu yerda ham imенно ko'rishimiz mumkin, ya'ni sentralniy звено ko'rishimiz mumkin, market maker, qay ulanish qanday ishlaydi. Hammasi
Bu yerda primerni ko'rsatib berilgan. Ana endi keling. Mana bu level 1, ya'ni level 1, level 2 mana shunday tarzda bo'ladi. Platforma imенно mana shunday oddiy qilib aytganda grafikni bizga o'qib beradi. Ya'ni biz ko'rib turgan свечной анализ yoki qandaydir bar yoki qanaqadir liniyalar imенно bizni platformalarimizda paydo bo'ladi, oddiy qilib aytganda. Konечный produkt deb hisoblanadi, ya'ni eng oxirgi. Agar biz uni sal ichroqga kiradigan bo'lsak, analiz qilib, imенно nima u, qanday, mana shunday ma'lumotlarga duch kelamiz. Ya'ni bu уже level 1, level 2 ning ahvoli. Ya'ni har bitta narx, сделка, spread hammasi mana shunday holatda. Mana shu ma'lumotni o'qib bizga oddiy tillarda mana bu grafikda chiqarib beradi. Tushunyapsiz? Platformada. Вообще-то ko'rishinimcha, ya'ni birjadan chista grafik kelmaydi bizga. Ya'ni mana shunday ma'lumotlar keladi. Ana endi juda ajoyib savol bor. Full order block qanday ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni imенно mana bu aytganimizdek klubning ishtirokchilari ishlatadigan order block. Demak, imенно full order block mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu imенно birjani yuragida bo'layotgan proses, oddiy qilib aytganda, ya'ni birjani yuragida bo'layotgan umuman agregasi bo'lmagan, qisqartirilmagan ma'lumot hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin 2019-yilga zapis albatta bu. Aytganimdek, imенно ana shu paytda ishlagan, mana shu paytdan kompyuterimda saqlanib bo'lib qolgan bu narsalar. Lekin albatta juda katta yordam ham bergan menga ana shu paytda trading nima ekanligini tushunishga, ya'ni men qaysi tomonga qarab imенно harakat qilishim kerakligini va bozor shunchaki mana bu grafik yoki switch analizdan iborat emasligini ana shu paytda tushunganman. O'ylaymanki, albatta men ham nima demoqchiligimni tushunyapsiz. Bozorga har bitta tushgan order, ya'ni ishtirokchi tomonidan tushirilgan order ma'lum bir nomerga ega bo'ladi, ya'ni registratsiya qilinadi. Hozir keling, bu yerlikda mana shu narsani tushuntirib berishga harakat qilaman. Imенно bu yerda nima bo'layotganini bu yerlikda ko'ramiz. Qarang. Mana bu narx albatta bu imенно ana shu orderni identifikator nomer. Bu qaysi sana, oy, yil, soat, minut, sekund va millisekund. Undan keyin nanosekund. Ya'ni millisekund, nanosekund. Bozor millisekundda ishlaydi. Juda ko'pchilik eshitgan amerikanskiy treyderlarning kinosi, ya'ni hozirgi paytda imенно kurash millisekundlar orasida bo'ladi. Sekund emas, oddiy qilib aytganda, ya'ni bozorning protsessori mana shunday tezlikda ishlaydi. Milli va nanosekund tezlikda ishlaydi, oddiy qilib. Ya'ni oddiy primer qilib aytganda, masalan, insonning ongi 200-300 millisekund oralig'ida ishlaydi. Ya'ni qaysidir jismga qarab turib, imенно ana shu jismni men nima ekanligini tushunishim uchun o'rtacha 200-300 millisekund vaqt o'tadi. Ko'rishimiz mumkin, hozirgi texnologiya ko'ramizki, nafaqat millisekund, nanosekund tezlikda сделкаlarni, ya'ni ishtirokchilarni bir-biriga обработка qiladi. Tushundingiz-a? Ko'pchilik so'raganda, masalan, Telegramda gaplashib qolaman, aka qanaqa strategiya ishlatasiz? Men strategiya ishlatmayman, real time da bo'layotgan jarayonga moslashaman. Ko'pincha qanday qilib? Shunchalik darajada mana bu nima desa bo'ladi? Patternga o'rganib ketganki, mana shunday tarzda ham savdo qilish umuman nerealni deb o'ylayman. Ya'ni real time da bo'layotgan jarayon. O'zasi mana buni ishoning, bir oy yoki bir yil ishlasangiz
butun bir neyron sistemani tek-tagigacha borgani trening, ya'ni nima ekanligini, ya'ni trening nimalardan iborat ekanligini tushunish uchun. Chunki bu yerda hech qanday yolg'on ma'lumot yo'q, kimnidir fikri yo'q, realni bozorni protsessorning ichida bo'layotgan jarayon. Tushunyapsizmi? Imенно menda mana shunday qiyinchilik bo'lgan. Chunki 4 yil 5 yillab mana bu skaskalarni ertaklarni eshitganmiz, ya'ni история повторяется, ya'ni tarix takrorlanadi. Ну hayronman, tarix takrorlanadi, lekin 95% inson yutqizyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizga aytdim, tarix qayta takrorlanadi, lekin qarayapsizki 95% trader imенно shu takrorlangan paytni topolmayapti-da. Tushunyapsizmi? Qanchalik bu yerda mana bu tarozi bir-biriga to'g'ri kelyapti. Ya'ni sizga o'zi hozir bilan aytib turib, tarix qayta takrorlanadi, istoriya повторяется. Ну, istoriya qaytarilsa, tarix qaytarilsa, nima endi 95%, 90% trader ana shuni topolmayapti. Nimaga self qilyapti? Balki umuman qaytarilmas. Shu haqda o'ylab ko'rganmisizlar? Ya'ni imенно ana shunday deb o'ylagan uchun 90-95% inson self qilyapti. To'g'ri? Yani sizga ana shunday gap aytganda shu savolni bering unga. Tarix takrorlansa nimaga 95%? U ikkinchi psixologiya, ikkinchi etap o'tib ketiladi, уже sirpanish boshlanadi положениеda. Psixologiya, boshqa narsalar, bunaqa. Ну, tarix takrorlanadigan bo'lsa, men hayronman, nimagadir 95% trader ana shuni topolmayapti. Deb uxlayotgan bo'lar mumkin. Albatta, endi bunisi menga qoladi. Bu yerda imенно tarix qayta takrorlanmasligini ko'rishingiz mumkin. Keling endi bu yerga boshlaymiz. Итак, aytganday, identifikator nomeri har bitta сделкада, ya'ni ishtirokchilar tomonidan. Narx, mana bu lot, ya'ni necha kontraktda tushgan сделка, qanday сделка? Sell, ya'ni продажа. Qanaqa? Quote. Bu quote ya'ni котировочный, limit order. Keyingi stolbes nima qilganini aytadi, ya'ni mode, ya'ni ko'ramizki, kimdir 6423 dagi сделкасini 1111 lotda oldi qilib aytganda, sell сделкасini boshqa narxga ko'chirdi. Tushundingiz-a? Ana endi mana bu yerda bitta сделкani istoriyasini ko'ramiz. Menimcha mana shu o'zi sizlarga esi kerak. Qarang. Bozorga 13 dan 17 minut o'tganda, ya'ni 34 sekund 587 millisekund vaqtda ko'rishimiz mumkin. Mana shu nomerda, ya'ni registratsiyadan o'tib сделка kiryapti. Сделка ko'ramiz 64197 narxga jo'natilyapti birjaga. Necha lotda? 526 ta, ya'ni lot, ya'ni kontraktda. Qanday? Nima bu? Ya'ni add qo'shilyapti. Ya'ni birjaga kirilyapti. Qanday order? Buy order. Keyingisi counter, bu market order. Bilamiz, limit va market order bo'ladi. Endi qarang, bu сведение kiryapti. Sразу market order bo'lgani uchun sразу bozorga kiryapti. Bilamiz, bozorning qonun qoidasi bo'yicha market order sizga ispaniyani, ya'ni bozorga kirishga garantiya beradi, lekin narxni garantiya bermaydi. Ko'rishimiz mumkin, ana shu paytdagi savdo bo'layotgan narx 64193 bo'lgan. Вот именно. Ko'rasizmi? Ya'ni hozirgi paytdagi narxdan balandga buy order jo'natilyapti. Сделка. Ya'ni 64193 narxda savdo bo'layotgan paytda bu ishtirokchi market orderga 64197 ga yo'naltiryapti. Mana bu endi bu orderdan сделка bo'lgan. Qarang. 526 ta
order kirib kelgan. Ya'ni общий объем 526 ta kontrakt lot kirib kelyapti. Keyingisi fill. Fill bu trade bo'lganini anglatadi. Ya'ni fill. Ya'ni сделка bo'ldi degan. 4 ta kontraktda bo'lyapti. Qarang. Mana bu ishtirokchida 522 ta kontrakt qo'yapti. Bizga eng ko'rsatmaydigan narsa hisoblanadi treyderlarga. Tushunyapsiz bu qanaqa ma'lumotligini. Keyingisi, eng qizig'i bu qanday orderdi? Bu kategoriya, sevga bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Uni ham masalan, imini kimligi bu yerda ko'rsatadi. Ya'ni 4 ta kontrakt сделкасы bo'lgan. Mana bu imini biz lentada ko'radigan orderni identifikator nomeri. Ya'ni lenta biz ko'radigan time and sell deymizmi? Asosiy ishtirokchini ko'rsatmaydi. Faqatgina сделка bo'lgan. Mana bu 4 ta kontrakt ko'rsatadi. Вот именно nima desa bo'ladi? Agregatsiyani eng yomoni. Ya'ni bizga insertorni ko'rsatadi xolos. Ya'ni lentada biz ko'radigan order bu yerda mana bu 526 emas. Именно mana bu 4 ta. Вот kino qara. Keyingi сделка 3 ta kontraktda 526 ta esimizdan chiqadi. 519 ta kontrakt qolyapti. Ishtirokchida. Tushunyapsiz? Fill by counter bu albatta mana bu order. Tagidagi albatta bu 3 ta kim? Bu ham sell. Ya'ni kategoriya сделка, ya'ni sellga qo'ygan kategoriya сделкасы bilan by market order поглощение bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Keyingisi bitta 518 ta qo'yapti. Keyingisi 60 ta 458 ta qo'yapti. Ya'ni 458 ta kontrakt hali ham turibdi. Keyingi сделка 6 ta 452 ta qo'yapti. Keyingi сделка 4 ta 448 ta qo'yapti. Keyingi сделка 10 ta 438 ta qo'yapti. Ya'ni ishtirokchida hali 438 ta lot, ya'ni kontrakt bor. Ko'ramiz, polni kolbaska bo'lib ketyapti. Oddiy qilib aytganda. Ya'ni bu orderni ko'ryapsiz, bitta orderga birjada qanday сделка bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Qarang. Уже сделка ko'ryapmizki, уже mana bu yerga kelganda end of transaction. Ya'ni сделка уже tugatildi. Tushundingizmi? Ya'ni end of transaction. Va uni orqasidan bo'layotgan reaksiyani qarang, ishtirokchilar. Mana buni qarang. Sell code end of transaction. Cancel. Ya'ni ikkita bittasi 200 kontrakt, bittasi 50 bitta kontraktda sразу orderga отмена qilyapti. Uni albatta bilmaymiz nima sababdan. Liba mana bunday katta order kirib kelgani uchun bo'lishi mumkin. Lekin ko'ramizki, hozirgi savdo bo'layotgan narxdan juda uzoqda. Lekin mana bu endi chista algoritm. Cancel group, ya'ni bitta millisekund ichida gruppovoy cancel group qiladigan bu albatta hashrafta algoritmni yoki qandaydir juda tez ishlaydigan algoritmni hisoblanadi. Imini ko'rishingiz mumkin, ya'ni gruppovoy отмена сделки. Hammasi eng qizig'i mana ko'rishingiz mumkin. Quote, ya'ni limitni. Hammasi sellga qo'yilgan. Ya'ni ko'ramizki, mana bu 526 ta kontrakt birjaga kirib kelgandan keyin ba'zi bir ishtirokchilar sразу sellga bo'lgan сделкani mana buni ko'rishingiz mumkin. Hammasi sell. Ya'ni cancel group hammasi sellga bo'lgan сделкаlarni qo'qib отмена qilyapti. Bu narsalar albatta biz ko'rmaymiz. Mana buni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni elita lotda сделка qo'shilyapti by kategoriya. Ko'rishimiz mumkin. Keyin bitta kontraktda сведение bo'lyapti. 49 ta qo'yapti. Bittada, ya'ni mana bittani biz lentada ko'ramiz, ya'ni bitta order сделка bo'ldi. Kategoriya сделка ko'ramiz, limitni order, limit bilan сведение bo'lyapti, ya'ni fill, trade bo'lyapti. Chunki narxi bir xil, shuning uchun. Вот. Keyingi order ko'ryapsizlar. Massa harakat bo'lyapti. Mana buni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu
1 sekund ichida bo'layotgan jarayon. Shuni esdan chiqarmaymiz. 1 sekund ichida bo'layotgan millisekund, mana bu millisekund ko'rsatyapti. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin qarang. Yana 100 ta lotda сделка kiryapti. Ko'ryapmiz, u ham уже fil, ya'ni сделка bo'lyapti. Ya'ni 14 ta сделка bo'lyapti, 86 ta qo'yapti 100 ta kontraktdan. Bitta bo'lar 85 ta qo'yadi, ikkita bo'lar 83 ta qo'yadi, ikkita bo'lar 81 ta qo'yadi. И так далее. Ko'rishimiz mumkin. 36 ta kontrakt bilan urilyapti, 42 ta ko'rinishi bitta qo'yapti, ko'rishimiz mumkin. Уже mana bu yerda уже сделка tugayapti. Yani end of transaction. Bu 1 millisekundda o'zi. Mana buni ishtirokchiligini bilmadim nima qilyapti. Mana buni qarang. 1111 ta lot. Добавка, sell, quote, end of transaction, move. Ya'ni qaysi uringa o'zini 1111 ta lotini ko'chiryapti. Bu narsalarni biz ko'rmaymiz. Oddiy traderlarga bu narsalar ko'rinmaydi. Nimaga? Sababi ma'lumotni ko'rib turibsiz, ya'ni birjan prosessorda bo'layotgan jarayonni buni real time'da ko'rib turishi просто невозможно. Ya'ni qandaydir soft, qandaydir sizda katta infrastruktura kerakki, buni обработка qilish uchun. Именно hedge fondlar mana shu narsalar bilan shug'ullanadi. Chunki juda ko'p o'yladim, nima sababdan mana bu hedge fondlarda yoki katta kapital boshqaradigan joylarda analitический sentrlar bor. Ya'ni o'nlab, yuzlab odamlar именно analitический sentrda matematiklar ishlaydi deb o'yladim. Именно ular mana shu narsalarni analiz qiladi. Eng qizig'i real time'da, tushunyapsizmi? Real time'da analiz qilgani uchun ham doim ular yutib chiqadi. Nima sababdan? Sababi informatsiyani ko'ryapsiz. Bizga deyarli bundan 10dan biri bor. Ya'ni bizni oldimizga yetib borguncha 10dan biri. Switchning analiz bo'lsa, endi tushunavering. Eng oxirgi sortdagi ma'lumot beruvchi hisoblanadi. Switchning analiz. Eng qizig'i bu ko'ramiz 1 minutni, ya'ni millisekundni minut ichida bo'layotgan holat. Endi albatta pastga qarab tushib ketadigan bo'lsangiz, bu yerda уже massa, kun emas, oy ketadi bu yerda. Mana buni qarang, yana cancel group. Bu чисто алгоритмический сделка hisoblanadi, ya'ni сделка. Групповой отмена. Oddiy qilib aytganda mana bu hashafta algoritmlar. Demak, qizig'roq birorta ma'lumot bormi? Ko'rish harakat qilib ko'ramiz. Mana ko'rishing mumkin, ya'ni cancel group, ya'ni qaldani algoritm. Eng qizig'i mana vaqt ko'ryapsiz. Nimaga cancel group bu yerda belgilayapti? Sababi vaqt ko'ryapsiz, ya'ni nanosekund ichida hammasi birdaniga. Shuning uchun как bude identifikator qilyapti. Mana buni qarang. Sell сделкада. Qarang, bitta lot 5 ta, bitta 5 ta, bitta 5 ta. Sell сделкада olunyapti. Buy сделкада. Juda qiziq. Mana buni qarang. Buy, sell. Ya'ni bitta 5 ta 5. Ну чисто алгоритмический сделкаlar. Tushunyapsiz? Чисто. Bu yerda групповой отмена qilyapti, bu yerda уже hammasini добавление qilyapti. Ya'ni bu добавление, ya'ni qaysi o'ringa добавление qilyapti. Mana buni qarang. O'ylamayki bu yerda qandaydir savol qolmashi. Albatta, siz treyderni yangi bo'lsangiz, bu narsani tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Aytayotgan narsalarni, lekin agar 5 yil, 10 yildan treyderda bo'lsangiz, buni tushunishingiz kerak deb o'ylayman. Unchalik qiyin narsa emas. Ya'ni чисто алгоритмический сделка ko'rishingiz mumkin. Cancel group, buy, sell. Oddiy qilib bu minut ichida bo'layotgan jarayon. Tushunyapsizmi? Biz ondan birini ham ko'rmaymiz bu narsani. Ko'rishingiz mumkin. 1 million 260
2 million bo'lib ketdi bu yerda adashmasam. Shu kompyuter ham qotish boshlayapti. Ma'lumot ko'pligi uchun. Mana buni qarang. Bu yerda ham juda ajoyib сделка fill or kill. Ya'ni mana shunday algoritmik сделкалар bo'ladi. Birjada kim birjani yaxshi dokumentatsiyasini tushunsa, buni biladi. Bundan oldin 6-7 yil oldingi videolarimda imенно shu narsani aytgan. Ya'ni har bir trader bilish kerak bu narsani, o'rganish kerak vaqt sarflab. Nimaga? Chunki buni juda katta foydasi bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Imенно mana shu algoritmik сделкаларdan bittasi. Liba сведение bo'ladi, liba отмена bo'ladi. Imенно algoritmik сделка hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin, qaysi ishtirokchi bitta mana shu narxga mana shunday сделкani jo'natyapti. Agar bu yerda сведение bo'lmasa, mana bu belgilangan narxda sразу отмена bo'lib ketadi сделка. Ana shunday programmalashtirilgan oddiy qilib aytganda. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda bu сделкалар juda ko'p uchraydi. Albatta har doim emas, imенно ana shu qandaydir ishtirokchilar tomonidan jo'natilyapti bu narsa. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin, juda massa ma'lumotlar, mana buni ko'rishingiz mumkin. Добавление, undan keyin sразу boshqa narxga yo'naltirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Добавление qilyapti 62500 barga nechta bitta lot qanday buy limitni order end of transaction. Ya'ni сделка tugatildi, undan keyin sразу move, ya'ni boshqa o'ringa ko'chirilyapti. Eng qiziq mana buni ko'rishingiz mumkin. Hashift algoritmlar imенно mana shunday tarzda ishlanadi. Bu yerda juda ko'p ma'lumot bor. Aytgandek, bir necha minut yoki soatga kirgizib bo'lmaydi. Agar hammasini razberatsiya qilib o'rganadigan bo'lsak, mana buni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni kimlar 1000 ta lot qo'shyapti. Add buy limitni o'rdirdi. End of transaction, ya'ni qo'shildi, bo'ldi, birjaga qo'shildi mana shu. Birjada protsessordagi robot imенно mana shu narsani yozyapti bu yerga. Qo'shildi. Bu yerda уже сделка fill, bu сделка bo'lganini bildiradi. Keyingisi уже buy yoki sell, undan keyingisi albatta bu qanday bo'ladi? Market yoki limitni bo'ladi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham ya'ni добавление buy order, counter, ya'ni market order, bu limit emas, counter bu market order, quote, bu limitni order hisoblanadi. Bu birjani tilida mana shunday nomlanadi. Bizga bu narsani kerak yo'q, sababi biz limit, market deb bilamiz, lekin birjani protsessoridan umuman boshqacha holatda bu narsalar nomlanadi va yuz beradi. Tushunyapsizmi? Eng qizig'i, bu ma'lumotlar bizgacha yetib kelmaydi. Sababi, birinchi eng katta sababi, buni bizda обработка qilgan qanday terminal yo'q. Chunki hozirgi paytda eng kuchli terminalda bunday ma'lumotni sizga oddiy holatda обработка qilib bera olmaydi. Liba siz spesial yasatishingiz kerak va bu juda katta kapitalga to'g'ri keladi. Liba mana bu oddiy qilib aytgan level 1, level 2 qilib oddiy terminallarga moslashtirilgan, soddalashtirilgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Albatta aytgandek, juda ko'p narsa kesib olib qolinadi va bu yerda juda ko'p narsa realniy bo'layotgan narsani ko'rmaysiz, deb qo'yadi. Imенно hedge fondlar yoki market makerlar imенно mana shunday analizni, ya'ni potok данные deymizmi, ishlatadi. Oddiy qilib aytgan, tushunyapsizmi? Mana shunday tarzda bozorni ko'radi. Ko'pchilik masalan, Bookmap Ninja Trader'da ishlatganimda nimaga imенно mana shunday analiz turini ishlatasiz, nimaga atasni ishlatmaysiz yoki nimaga target trade ishlatmaysiz? Menga imенно nima kerak? Mana shu bo'layotgan joyga
maksimalni yaqinlashadigan joy kerak. Ya'ni ko'rinish, vizualizatsiya degan analiz kerak. Именно mana shuni men Bookmap va mana bu Ninja Trader'ga analiz qilib turib yaqinlasha olaman. Boshqa platformalarda hozircha bunday imkoniyatga ega bo'lmadim. Shuning uchun mana shunday ishlataman. Menga muhim emas, qanaqadir 2 burchak, 3 burchak yoki ko'rinish ochkalarning chiqishi. Menga именно mana shu yerda bo'layotgan jarayonga yaqinroq bo'lgan vizualizatsiya bo'lsa bo'ldi. Sababi men tushunaman buni ortida nima borligini. Tushunyapsizmi? Ya'ni men ishlatayotgan analiz turlari qanday agregatsiyaga, ya'ni qisqartirishga egaligini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun ham mana shunday analiz turini ishlataman. Oddiy qilib aytganda. Ya'ni menga qandaydir liniyaga yoki qandaydir pattern ishlagani bu narsa muhim emas. Menga именно mana shu narsa muhim. Ya'ni real bozorda nima bo'layotgani va ishtirokchilar qanday harakat qilayotgani. Shuning uchun ham hozircha mana shu platformani ishlataman. Sababi eng yaqin mana shu bozordagi bo'layotgan jarayonga eng yaqin bo'lgan analiz turi hozircha mana shunday menda. Shuning uchun ham shuni ishlataman. Balki bundan da zo'r chiqadigan bo'lsa, nima обязательно ishlataman bundan. Mana shunaqa. Ya'ni ko'ryapsizki, hedge fondlar, market makerlar yoki mana bu katta kapital bor traderlar именно mana shunday narsalarni ishlatadi. Nimaga? Sababi ularda yetarlicha kapital bor, infrastruktura bor. Ya'ni bu narsani обработка qilgan. Ularning nimaga endi analitik sentrlar shunchalik kuchli. O'nlab, yuzlab odamlar ishlatadi. Unga mana bu internetdagi qo'shtirnoqchadagi Google Trader'dan 3 tasini olib kelib qo'ysa, telepati, to'g'rimi? Narxni qayoqqa borishini bilishadi, haftalab, oylab, yillab narx qayerda bo'lishini bilishadi. Nima keragi bor? O'nlab, yuzlab analitik insonlar ishlatib, bu yerda matematika, kuchli matematikalarni ishlatib, nima keragi bor deb o'ylardim. Undan ko'ra mana bunday 2-3 ta Google Trader'larni olib kelib qo'ysa bo'ldi, telepat bo'lsa, narxni qayoqqa ketishini sizga 100% aytib bergandan keyin 99%, 100%. Ну, ular juda yaxshi bilishadi. Qanday ma'lumotlar bilan ishlashi va qanday ular pul ishlashi. Shuning uchun ham mana shunday analiz turlarini ishlatadi. Afsuski bizga hozirgi oddiy traderlarga bu narsa mavjud emas. Balki qachondir mavjud bo'lib qoladi. Bizda hozir maksimalni ishlaydiganimiz именно level 2 bo'yapti. Ya'ni Bookmap, Batas yoki boshqa joylarda ishlagan. Endi bu yerda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim bu endi albatta shu sekan lentalar. U mana ana shu paytda endi Target Trade ishlatganmiz. Yangi chiqqanlar, adashmasam 2017-yilda ana shu paytda olingan screenshot mendagi Target Trade. Именно mana shunday tarzda analiz qilganmiz, ya'ni сделкani как положено real time'da tekshirganman. Ya'ni qanday bo'ladi? Tushunyapsizmi? Mana bu savdo bizni terminallarimizda ishlatadiganda qanday ko'rinishda bo'ladi? Realniy savdo ko'rish mumkin. Mana bu bitta сделкani ko'rish mumkin. Сделка bo'lgani, именно qayerda bo'lgani, qancha sekundda, qanchada qo'shilgani, hammasi real primerlardan analiz qilib sekin-sekin ko'rganman. Ko'rish mumkin добавление. Mana qarang. 6600 10.000 lot, ya'ni 10.000 ta kontrakt qo'shilyapti. Ko'rish mumkin kategoriyani. Именно narxni обновление bo'lgan joyda. Чтобы katta движение bo'lishi. Va albatta bu yerga ko'rish mumkin fil уже сделка bo'lish. Mana shunday tarzda analiz qilyapmiz. Nimaga Target Trade ishlatgan sababdan shu paytda eng arzon platforma. Hozir bilmayman albatta qanday funksiyalar rivojlangan, sabab ishlatmayman. Уже Ninjaga o'tib ketganman.
Уже bo'ldi. Bu videoda bermoqchi ma'lumotlar shunaqa. Albatta yana video qilib chiqaman, sababi bitta videoning o'zi yetmasa kerak. Menimcha bu ma'lumotlarga, lekin qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Ko'ramizki, imенно mana bu switchning analizi boshqa narsalar imенно bizning platformalarda chiziladi. Ya'ni prosessda ko'rishimiz mumkin, bu yerda hech qanday grafik yoki boshqa narsa yo'q. Ya'ni bo'layotgan mana nima demoqchiman? Ya'ni narx shunchaki o'zidan o'zi qimirlamaydi. Shu narsani tushunish kerak. Ya'ni обязательно bu yerda qandaydir ссылка bo'ladi, unga reaksiya bo'ladi, ishtirokchilar savdo qiladi, keyin narx liba ko'tariladi, liba tushadi. Albatta, endi ko'pchilik xohlagani mendan qandaydir pattern yoki qayta-qayta takrorlanuvchi narsalar ishlaydi, lekin bunaqa narsa yo'q, tushunyapsizmi? Shuncha yillar analiz qilaman, bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz deb ko'pchilik Telegramda aytishadi. Mana shunday izlanishlar olib bordim. Mana ulardan bittasi imенно mana shu, ya'ni izlanishlar ortidan topilgan narsa. Tushunyapsizmi? Biz oddiy qilayotgan 90-95% narsani ko'rmaymiz. Albatta ana shunga yarasha rezultat bo'ladi treyderlarda. Biz imенно ana shu hedge fondlar yoki professional treyderlar, market makerlar ishlatadigan analizlarni ishlatmaymiz. Nima sababdan? Ana shunga yarasha rezultat bo'ladi. Nima sababdan? Balki informatsiya yetmaganda, balki ular xohlamas bunday narsani ishlatishimizni. Mana shunday bizdeki ana shunga yarasha rezultat bo'ladi, to'g'ri qiladi. Bozor oddiy qilayotganda mana shunday potokdan ma'lumot berishdan iborat. Tushunyapsizmi? Men platformamda har bitta tushunyapsizmi, mana bu narsani olib turib har bitta bag'i o'rniga xohlagan narsani qo'yishim mumkin. Xohlasam mishkani masalan oq mishga, ko'k mishga narx bo'lsa, ko'k mishga qo'ysam ko'k mishga chiqadi. Qizil mishga qo'ysam qizil mishga chiqadi. Tushunyapsizmi? Вот именно. Nima demoqchiman? Qanday programmalashtirilsa, ana shunday chiqadi. Prosessda esa mana shunday jarayon bo'ladi, ya'ni o'zgarmaydi. Bu narsani albatta biz ko'rmaymiz. Nimaga? Sababi buni обработка qilinadigan platformalar masalan 2019-yilgi log bu, ya'ni order log. Hozirgacha mavjud emas. Просто tushunyapsiz. Albatta bu yerda million-millionli zapis buni обработка qilish uchun juda katta protsessor, juda katta tuzilma, juda katta mehnat va juda katta kapital ham talab qilinadi. Nimaga ko'p ishtirokchilar doim yutadi deb masalan eshitamiz mana bu Telegramdan. Albatta mana bunday ma'lumot turiga ega bo'lgandan keyin ular mana shunday darajada ichini ko'rib turgandan keyin albatta ular juda yaxshi biladi. YouTube ham chiqadi oddiy qilayotgan, ya'ni ular birjani protsessorga shunchalik yaqin darajada bo'lgandan keyin albatta YouTube chiqadi bu yerda. Yutqizish albatta bunga juda katta resurs va kapital ham sarflaydi ular. Lekin ana shunga yarasha g'olib ham bo'ladi oddiy qilayotgan. Nimaga? Chunki ular juda yaxshi bilishadi oddiy qilayotgan. Mana shunday ma'lumotlar albatta kimgadir yoqqan bo'lsa, qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol Telegramga yozishingiz mumkin. Balki yana video qilarmiz, sababi bu yerda juda ko'p ma'lumot bor. Endi qo'ldan kelgancha bu videoda tushuntirib berishga harakat qildim. Ya'ni o'zim o'ylagan narsalarni sizlarga mana bu analizlarimda, izlanishlarda topilgan narsalarni ko'rsatib berishga harakat qildim. Albatta, izlanishlar ko'p. O'zimcha aniqlangan narsalar ko'p. Sekin-sekin albatta yana ularni ham kanalga qo'yishga harakat qilaman. O'ylaymanki video sizlarga yoqdi. Qanaqadir savol bo'lsa albatta video tagida yozishingiz mumkin yoki Telegram orqali albatta yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz.